Şundoq bo'lsin deyishdilar. Rivoyat qilinibdilarki, al-qissa. Assalamu alaykum. Hürmetli körer anlarmen. Al-Qissa programımızdan 23. kısmına hoş geldiniz. Al-Qissa. Oğuz namıda Oğuz Hakan Kölnün o'ttirsida bir tüp daraxtning hap o'ttirsida tüp qarang'usini ko'rdi. Bu ko'k qarang'usi ashu daraxt shu. Shundaqla bu daraxt olam shu. Nima uchun? Qani Oğuz nomidagi bu bo'lakka qaraylik. Bir ko'l arasında oldindan bir yog'och ko'rdi. Bu yog'ochning qabuqog'ichig'ida bir qiz bor edi. Yolg'iz o'ltirib erdi. Yaxshi ko'ruvlik erdi kim? Onun ko'zi ko'kdan ko'krak, onun sochi muran o'sug'idek, onun tishi unchidek erdi. Bu bayonga qarasangiz, bu bayonda Oğuz Hakan bir daraxtni ko'rdi. Bu daraxtda ko'k qizi o'ltirgan. Bu qizning ko'zi ko'kdan ko'k. Chechi eqin suvdek. Uning tishi unchidek deb tasvirlangan. Bu yerda biz ko'zining ko'kdan ko'k ekanligini qanday tushunamiz? Uning ko'zi ko'kdanmi ko'k? Bu deganlik uning ko'zi ko'krangmi? Ya'ni hozir biz bugungi tilimizda tasvirlaydigan ko'k ko'zmi? Yo'q, undaq emas. Bu yerda ko'k degani ko'k. Uning ko'zi ko'kdanmi ko'k? Yani onun gözünü Tanrı'nın özü koştuvatıdı. Yani kök Tanrı bilen atavatıdı. Şundakla onun çeçi yakın sudek. Çi ünçidek. Karısınız bu yerdimi Oğuz Hakan daraxtni ko'rdi. Shundaqla daraxtki bu qizni, ko'k qizini 3 ko'rdi. Uning ko'k ekanligi, ya'ni bo'shliq ekanligi, uning suv ekanligi, shundaqla uning tuproq ekanligi eskartilgan. Nima uchun daraxt? Nima uchun bu 3 kök, tuproq ve su? Buni biz faqat qadimki Uyg'urlarning
alemni qandaq tasavvur qilganligiga qaytmaganimizda hargizmi tushunolmaymiz. Qadimgi Uyg'urlar alemni qandaq tasavvur qilgan? Uni mundaq tasavvur qilgan. Bu qadimgi Uyg'urlarning dapqa sızgan alem derki. Qarasanız bu dapqa, bütün dapның bu yumuluğuna, çembiriге, şunun üstüne kök sızılgan. Kök nemini öz içine algan? Qarasanız o 3 dünyanı öz içine algan. Aldı bilen bu dünyanın otursıga qaraylı. Yani mundaq çıkıp etken vaxtıda bu dünya töven dünya, otturu dünya ve yukarı dünya. Yaki töven alem, otturu alem, yukarı alemde üçkü bilingen. Aldı bilen biz resimdeki otturu alemge qaraylı. O zemin. Bununla qarasanız ziminde kördüğünüz on tarafta adamlar, cerenler, sol tarafta at, böre, kuşlar ve şundaqla darax. Mana bu ottur alem, bu yer, bu zemin. Endi yuqori alemga qarasanız, yuqori alemde quyosh, oy, yulduz, sayyoralarni ko'rasiz. Bu yuqori alem. Töven alemga qarasanız, töven alemde hech nima ko'rmaysiz. Bu alem ölüm alemi, qarang'uliq alemi, jimjitlik alemi. Qadimgi Uyg'urlar Tangrini mushundaq tasavvur qilgan. Kökni mushundaq tasavvur qilgan. Kök mushu üstün tarkib topgan. Mushu ishni o'z ichiga olgan. U bosimo zemin. Shundaqla zeminning ustidagi alem. Shundaqla zeminning ostidagi alem. Zeminning ustidagi yo'ruq alem. Zeminning ostidagi qarang'u alem. Zeminning ustidagi hayotlik alemi, zeminning ostidagi ölüm alemi. Mana bu Uyg'urlarning alem darxi. Bu daraxtni Uyg'urlardan dünyadaki başka elle özüge yarışa tasavvur qilgan alda Uyg'urlarning bu alem daraxtini, hayotlik daraxtini özlerining medeniyetleriga yarışa tasavvur qilib chizib chiqqan. Endi biz alem daraxtining, Uyg'urlarning alem daraxtining başka ellardagi şekillerge qarab baqaylı ve bunundan biz iki şekilini tanladık. Aldı bilen bu şekilde qarang. Bu kögünümüzdeki alem daraxti. Bu alem daraxtiga qarasanız, o'ng tarafga qarasanız kunduz. Sol tarafga qarasanız kecha. O'ng tarafda quyosh,
oğuz renklik quyosh. Sol tarafta ay, süt renklik ay. Yana bir taraftan o'ng tarafdagisi oltin quyosh. Sol tarafdagisi kumush ay. Mana bularning hammasi yana Uyg'ur milliy belgilari. Oğuz, süt, oltin, kumush, gündüz, kecha, kun, ay. Mana bu belgilarni ko'rib turibsiz. Endi bu alam daraxiga yana sanchilab qarasangiz, bu daraxtda yana o'tni ko'rasiz, suvni ko'rasiz, tuproqni ko'rasiz, havoni ko'rasiz. Ya'ni moddaning 4 holatining hammasini ko'rasiz. Shundaqla bu daraxtga sanchilab qarasangiz yana ejderhani ko'rasiz, yılanni ko'rasiz. Ejderha uni yılan deb ataydi. Bu Uyg'urlarning an'anaviy hayvani. Shundaqla ejderha imprisi milliy bayrog'idagi belgimiz shu. Olam daraxining yana bir nusxasini ko'raylik. Bu olam daraxi, Uyg'ur olam daraxining boshqacha bir nusxasi. Boshqa ellar tarafidan tasavvur qilingan nusxasi. Bunga qarasangiz, bu nusxada ostida, o'ttirida, ustida 3 olam bor. Ostingi olamga qarasangiz, u olam yiltiz, daraxtning yiltizi. Daraxtning yiltizlari. Shundaqla bu olamda yılanni ko'rasiz. Olamning, ya'ni daraxtning ustiga, ya'ni yuqori olamga, ustun olamga qarasangiz, u olamda yo'riqlikni ko'rasiz. U olamda burkutni ko'rasiz. Rasmning o'ttirsa üst tarafiga qarang, burkut. Endi bu rasmda yana shoxlarning ustidagi jarallarni ko'rasiz. Ya'ni bu shoxlarning ustidagi jaran emas, ya'ni o'ttir olamdagi jarallar, ya'ni yer yuzidagi jarallar. Bu o'ttir olam. Ya'ni yılan töven olam, jaran o'ttir olam ve burkut yuqori olam. Nima uchun jaran sızılgan buningda? Chunki bu daraxtning, bu olam daraxining Uyg'ur uyidagi olam daraxti ekanligini isbotlaydigan bir omil. Chunki jaran Uyg'ur milliy hayvonlarining, muqaddas hayvonlarining biri. Jaran. Bo'ri bilan jaran. Bu olam daraxti tasavvurlarining hammasi G'arb tadqiqotchilari, G'arb mitologiya olimlari ko'pdan ko'p talash tortish qilgan, tahlil qilgan temalarning biri. Qarasangiz, bu temalarni, ya'ni bu motifni, ya'ni Uyg'urlarning olam daraxti degan bu o'yini tadqiq qilgan olimlardan biz tövendeki 2 olimning ko'z qarashini o'tirib qo'yamiz. Bu
alem derhinin asli zadı nädin kelgenligi hakida bolgan talaş tartışlarda Mercy Eliot onun tipik tasavvur, yani dünya yoki alem derhinin tipik tasavvuri ge asasen, yani ondaki kuş üstüde aslındaki yılanga asasen bunun aslisi şerhtin kelgenligini muayyenleştirdi. Bunun bilen birge, yani şununga okşaş, Roald Schneidson bu alem derhiden ibaret bu oyunun, bu motifinin aslida O'rta Asya'dın kelgenligini, şundaqla O'rta Asya'dın dünyanın başka rayonlarındaki medeniyetlerge haqalganligini cezimleştirdi. Demek bu alem derhinin asli Uygur milli oyunun bir belgisi ekanligini bütün dünya e'tirof qiladi. Endi biz alem derhinin, Uygur oyudaki alem derhinin 3 alemni öz içige aladiganligini, yani başqacha aytganda köhning, yani Uygurlarning Parvardigarının alemlerinin Parvardigari ekanligini ko'rib olalaymiz. Uygur Tanrısı, Uygur Parvardigari, o alemlerinin Parvardigari. Mana bu yana Kur'an'ın tunji surasının tunji ayeti deskartilgan. Qarang, bu ayetga. Bu El-Fatiha suresi, u bo'lsa Kur'an'ın tunji ayeti. Şundaqla bu Fatiha suresinin tunji suresi ve şundaqla bu Fatiha suresinin birinci ayeti. Yani Kur'an muşu ayet bilen başlangan. U bo'lsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerinin perverdigari bolgan Allah'a medhiye bolsun. Mana bu ayet Allah'ın perverdigarının dünyalarının perverdigari ekanligini muayyenleştirdi. Bu yerde Rabbul Alemin deyilgen. Arapçadaki El-Alemin alemler degan gap. U ikkidin ortiq alem bo'lish kerak. Shu chaqda alamin deb ataladi. Bo'lmasa ikki bo'lsa alamayni, bir bo'lsa alam deb ataladi. Shunga Parvardigor bir alemning emas, ikki alemning emas, alemlerning Parvardigori. 3 alemning Parvardigori. Bu mu Uygur alem daraqidagi 3 alemning, yani kökning 3 alemining yana bir belgisidir, simasıdır, ifadesidir. Bu daraxt yana
İncil'dimi eskertilgen. Bu daraxt yana Tavratdimi eskertilgen. Bu daraxt yana Qur'ondimi eskertilgen. Bu daraxtga Tavratda odamning yeməsligi talab qilingan, yeyishi cheklangan daraxt deb atalgan. Shundaqla Qur'ondami bu daraxtga yaqinlashmaslik buyurilgan. Lekin şeytan odamga vasvas qilib, bu daraxtning mevasini yeyishga undagan. Bu daraxtlarmi yana Uyg'ur olam daraxti motifining boshqa ifodalaridir. Shundaqla bu daraxtda ve bu daraxtning mevasini yeyishda yılanning roli cho'ng bo'ladi. Yani şeytan yılanning shakliga kirib odamni ozduradi. Shuning bilan odam ma'rifat mevasini yeydi. Bu Tavrat ve İncil'deki rivayet. O şeytanın keyniga kirib ölmeslik ve igidarçılık daraxtini yeydi. Bu Qur'ondagi rivayet. Endi bu olam daraxti Uyg'ur o'yining bu motifi hozirgi zaman falsafasida öz ifodasini qandoq topadi? Friedrich Nietzsche'ning hozirgi zaman falsafasining asosi bo'lgan, shundaqla falsafani qadimgi falsafa bilan hozirgi falsafa zamonaviy falsafadan iborat ikki cho'ng turga bo'lgich rol oynagan kitobi mana shu kitob. Friedrich Nietzsche'ning Zoroaster shundoq degan kitobi. Bu kitobda faylasuf Nietzsche Uyg'ur olam daraxti ve undaki yılan bilen bürkütning motiviga asosan o'zining falsafasini yezib chiqqan. U Zoroaster shundoq degan kitobida, shundoq degan kitobida mundoq deydi. Bir bürküt osmonda keng doirada uchib yurdi. Uning ustida o'lja emas, balki do'stga o'xshaydigan bir yılan esilib turadi. Chunki u o'zini uning bo'yniga o'rab turadi. Bular mening hayvonlarim, dedi Zoroaster ve ko'nglida xushal bo'ldi. Quyosh ostidagi eng faxrli hayvon ve quyosh ostidagi eng dono hayvon. Nietzsche mana shundoq tasvirlaydi. Bürküt bilen yılanni, yani osmondagi nurdagi yorug'likdagi bürküt bilen faxrlanishning, insoniyat faxrining simvoli bo'lgan bürküt bilen
Qarang'ılıqның, qorqunç dünyasının simvolu bo'lgan yılanның birligini, bu ikki odatda biz Uyg'urlar va dunyo ellari bir-biriga qarama-qarshi deb qaraydigan bu ikki hayvonning söygüsini, quchoqlashishini, bir-biriga kirishishini mana shundoq tasvirlaydi. Bu yana Oğuz Hakanның Tanrısının birligidir. Yoruq bilen Qarang'ının, Dürküt bilen yılanның, yüksek bilen pasının, yamanlıq bilen yaxşılıqның birligidir. Nima uchun bütün felsefesini mana şu Uyghur motifiga, Uyghur uyuga yılan bilen Dürkütning, Qarang'ılık bilen yoruqlıqның, astı bilen üstünün, yaxşı bilen yamanның birligiga qurgan. Çünkü Friedrich Nietzsche Zoroaster'ni haqiqiy Allah'ni birlikka keltirgan payg'ambar deb qaragan. Shundaqla Zoroaster'ni bir Tanrı'nın, barlıq milletlerinin Tanrısının, bütün insaniyetinin Tanrısının chin, rast, haqiqiy elchisi deb qaragan. Zoroaster haqida Uyg'urlar o'ylandimi? U kim? Uni Parisning payg'ambari deb mo'yallashtirdi. Biroq yaqinqi bo'libmi 1972 yildagi Türkmenistanning Gonur tepe yerida degan yerdagi xarobisidan tepilgan asar atiqalar, qazilmalar, arxeologiyalik isbotlar Zoroaster'ning aslida mushu zaminda tug'ilgan va mushu zaminda Allah'ның kitabını qabul qilgan va mushu zaminda Tanrıga chaqirgan bir Uyg'ur payg'ambari ekanligi isbotlanadi. UNESCO'ning Dünya Mirasi Merkezida UNESCO bilisiz Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, ilim-fen ve Maarif, ilim-fen ve medeniyet teşkilatının xalqaro yoki Dünya Mirasi Merkezining e'tirofi bilan bunu e'tirofnomani ko'ramiz, o'qiymiz. UNESCO'ning official to'r betidan. Nima deydi? Buningda
Gonur tepede tepilgan arxeologiyalik qazılmalarga asasen u yerdeki yaki muşu qazılmalarni tapkan arxeologlarning Zoroaster dininin bu yer bilen yani Gonurtepe bilen yani Türkmenistan'ın bu Gonurtepe degan zemini bilen zich münasebetligini muayyenleştirdi. Şundaqla muşu harabini tapkan asaslık arkeolog Viktor Saryanidi Gonurtepe'nin Zoroastra diyanetinin makani merkezili emas, belki Zoroaster'dan ibaret bu peygamberinin tuğulgan yeri ekanligini jazmlashtirdi. Buningdan shuni ko'rib olamizki, Zoroastermi Uyg'ur payg'ambari. Shundaqla Zoroaster dini insoniyatning dastlabki dini bo'lganiga o'xshash, Zoroastermi Uyg'urlarning dastlabki payg'ambaridir. Mana shu payg'ambardan Uyg'urlarning olam darixi o'yi kelgan. Shundaqla bu payg'ambar Uyg'urlarga olam darixini ato qilgan. Ko'kning olamlarning parvardigori ekanligini Uyg'urlar o'rgatgan. Shundaqla Uyg'urlardan yana boshqa millatlar buni qabul qilgan. Buni qabul qilgan millatlarning eng dastlabkilaridan Farslardir. Zoroaster meningcha, mening qarashimcha bizning payg'ambarimiz ko'k shu, Xizr shu. U Oğuz namida Oğuz haqanға uyquda ko'rgan bishoratini yetkizgan ko'k payg'ambar shu. Ko'kning elchisi shu. Uyg'urlarning olam darixi ko'kning darixi. Uyg'ur tangrisining darixi. Uyg'ur parvardigorining darixi. Al-qissa. Bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh.